Mazlumlarning nidasi. Armanlarının sadası. Hürlük şeydalarının, vatan sevdalarının dava meydanı. Hürlük yolda izlengüçlerinin meknet meyvesi. Uygur nidası Tor Radyosu. Uygur Nidası Tor Radyosu. Assalamu alaykum hürmetlik anlıqçılar. Anlavatqınыңlar Uygur Nidası Tor Radyosu. Mustamliki zulümüde emravatkan halkımızın ahuzarını dünyaya anlatış. Vatan içi sırtıdaki halkımız təqdirge münasibetlik muhim haber, uçurlar ve mulahizlerden kişilerini haberdar kılış. Dinli bilimler, tarihimiz, esil edebi miraslarımız arkalık evlatlarda sağlam itiqad, gurur ve ana til söygüsü yetildiriş nişanı bilen vatan davasida tegishlik mecburiyetini ada qilishni maqsad qilgan Uygur Nidası Tor Radio televiziyasi dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlarga oliy ehtirom ve salomlarini yo'llaydi. Yuriki vatan deb so'qqan vijdon egalarining moddiy ve ma'naviy qo'llashi bizning mavjudligimizning kapolatidir. Assalamu alaykum hürmetlik ana til ve el suyer qarindishim. Avlodlaringizga suyumlik payg'ambarimizni tonutishni, esil an'analarimizni o'rgatishni xohlamsiz? Undaq bo'lsa, sizga bir xo'sh xabarimiz bor. Tunji Uyg'urcha suratlik Siyrat o'smirlar jurnali nashr hayotiga boshladi. Jurnalimiz Payg'ambar alayhissalomning hayoti, ish faoliyatlari, hikoyalar, she'riyat gulzori, sayohat xotirasi, qiziqarli kartonlar, sahobalar hayotidan unchilar qatorliq rangdor sahifalar orqali o'smirlarimizning diqqatini jalb qilgusi. Siyrat o'smirlar jurnali fasllik bo'lib, har 3 oyda bir qatim siz bilan yuz ko'rishidir. Her son 60 bet etrafında Siyret Ösmirler jurnalının davamlı neşir kılınışı ve terakkiyatı sizin jurnalimizga müşteri bulup yakından kollab kuvvetlişinizge bağlı. Dünyanın her qaysı joylarida bu jurnal kirmegen bir mi Uygur ailesi kalmaslığı için Siyret Ösmirler jurnaliga müşteri bulun. Müşteri tepin ve tavsiye kılın. Tamçı tamça köl bulur, kollasanlar terakki kılır. Tirişçallık bizden, muvaffakiyet Allah'tandır. Kamali ihtiram bilen Siyret Ösmirler jurnali. Telefon numara 0090 553 070 73 50. Ana til darsligiga xaridor chaqirish boshlandi. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Ana til tashabbuschisi Abduvali Oyib efendi tarafidan tuzilgan Ana til darsligi nashrdan chiqish oldida turmoqda. Bu kitobdagi asarlarni avtor o'zi yozgan va Uyg'ur bolalar adabiyoti javharlari asosida ratlab chiqqan bo'lib, bolalarning yeshi, mijozi va qiziqishiga mos holda tuzilgan. Savodi yangi chiqqan, chali chiqqan va yiziqchilik saviyasi to'liqlashga muhtoj o'quvchilarga mos keladi. Kitob oddiy tildagi she'r, qo'shiq, hikoya, cho'chaklar bilan boshlanib tadrijiy beyib mavdu va bolalarni tabiiy ona til dunyosiga boshlab kirdi. Kitobda har darsdan keyingi ko'nikmalar va oylik sinoq savollardan tashkil topgan bo'lib, bolalar oilada o'rganib ketadi. Agar muhojiratdagi ona til kurslariga darslik qilinsa, unumi texmi yaxshi bo'ladi. Hamda oilada urf-odat, qoida-usul va madaniyat darsligi bo'lishga tamoman mos keladi. Bu kitobni keng doirada tarqalishi va
har bir Uyg'ur oilasida bo'lishiga kapolat qilish uchun kitobning mazmuni, sifatiga alohida ahamiyat berish bilan birga Uyg'urlar ko'p o'ltiraqlashgan davlatlarda vakolatan sotuvchilar belgilandi. Turkiyaning Istanbul shahrida Safaköy va Zaytunburnu rayoniga setish nuqtasi ta'sis qilindi. Kitoblarning to'p tarqilishiga mas'ul xodim Nabijan Ala. Aloqa telefoni va WhatsApp nomeri 0090 535 84 86 039. İlxat adresi Artuç Buğra 2015@gmail.com. 1997 yılı 5 fevral günü vatanimiz Sharq Turkistonning G'ulji shahrida ilib berilgan bir qitimliq tinchlik namoyishisi rahimsiz Xitoy tajovuzchilari tarafidan vahshiylarcha bostirilib, nurg'unlagan beguna navqiron qiz yigitlarimiz shahid qilingan edi. Bugun bu qonliq voqeaning yuz berganiga to'p-to'g'ri 20 yil bo'ldi. Ammo Uyg'urlar bu zulmetlik kunni bir minutmu unutib qolgani yo'q. Yo'qolsin Xitoylar, qon sho'rg'uchi Xitoylar, yo'qol bizning vatanimizdan. Bizga o'rlik kerak, bizga mustaqillik kerak. Mana bu shiorlar har bir Uyg'urning yuragidan chiqayotgan xitobi. Vujudlaridagi g'azab volqoni, mustamliguchi mustabidlarga bo'lgan la'natlari va Uyg'ur nidosi. Ah vatan, sen qachon iblis zulmdan qutulasan? Bag'ringda o'rlik bayrog'i tikilib, farzandlaringning sarsonlik hayotiga xotima beradigan kun qachon yetib keladi? Ah xalqim, sen qachon erkin nafas olasan? Buning uchun men sana nima qilaman? Bu her bir Uyg'urning yuragidan yangrayotgan nidosi. Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uchilar. Bugun 5 fevral yakshanba. Men bu haftalik anglitishimizning riyosatchisi Abdusalom Uyg'ur. Tövanda men sizlarga bu haftalik anglitishimizni qisqacha tanishtirib o'taman. Oldi bilan anglaydiganinglar o'z va ixtiyoriy muxbirlarimiz tayyorlagan mikro xabarlar sahifasi. Buningda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarga munosabatlik o'tgan bir haftalik qisqa xabarlar anglitildi. Orqadan anglaydiganinglar muloyizalar sahifasi. Bu sahifamizda vatan ichi va sirtidagi xalqimizning taqdiriga munosabatlik voqea va hodisalar haqida tahlil va istiqbolimizga munosabatlik yangi ko'z qarashlar diqqatingizga sunildi. Uningdan keyin anglaydiganinglar ruh turdonlari sahifasi. Bu sahifamizda klassik va hozirgi zamon yozuvchi shoirlarining esil asarlari o'zingizga sunildi. Oxirida anglaydiganinglar kashmish va ibrat sahifasi. Buningda saltanatlik tariximizning shon shuhrat va ibrat bilan to'yingan sahifalari diqqatingizga sunildi. Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uchilar. Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uchilar. Men Qaraxon. Men Tumaris. Anglayotganinglar Uyg'ur Nidosi radiosining mikro xabarlari. Bu xabarlarni o'z muxbirimiz Artuç Buğra tayyorladi.
Öz xəbərimiz. Muhacirat hayatımızdaki ana til dərslikining ro'yobga chiqishi o'smirlarni hayajonga soldi. Muhaciratda yashayotgan Uyg'ur nupusining ko'payishiga ergishib, chet ellardagi Uyg'urlarda ana til o'rganishga bo'lgan qiziqishmi kuchaymoqda. Uyg'urlarning bu talabini qondirish maqsadi bilan ana til faoliyatchisi, Uyg'ur ziyolisi Abduvali Oyib apandi tuzgan Uyg'ur oila ma'rifi qo'llanmalari ana til darsligi nomli asar Istanbul tadbir nashriyati tarafidan nashrdan chiqdi. Uyg'urchadan savati chiqmagan yoki chali chiqqan 6 yoshdan 10 yoshgacha bo'lgan bolalarning Uyg'urcha o'rganishi uchun tayyorlangan. Abduvali Oyib apandi kitobning Uyg'urlarga xos bolalar qo'shoqlari, masal va bolalar cho'chaklari, avtorning asarlaridan tekstlar va mashqlarni o'z ichiga olganligini, ona til darsligi kitobini faqat maktablarda Uyg'ur tili o'rgatish uchunla emas, bolalarga oilalarda Uyg'urcha o'rgatishni nazarda tutib, bu kitobning umumiy ismini Oila ma'rifi qo'llanmasi deb qo'yganligini eskartdi. Markaziy Millatlar Universitetini bitirgandan keyin Istanbulda tadqiqot ishlari bilan shug'ullanayotgan Batur Qarxon apandi Abduvali Oyib yozgan va bundan keyin davomi chiqadigan Oila ma'rifi qo'llanmasi ona til darsligi nomli asarning bir bo'shligini to'ldirganligini ilgari surdi. Abduvali Oyib apandi Uyg'ur diyorida ona til darsligi nomida kitobning borligini, ammo uning faqatla Uyg'ur bolalarga kommunist ideyasini singdirish maqsadida tayyorlanganligini, buning bo'lsa ilmiy bolalar qabul qila oladigan Uyg'urlarning milliy an'anasini singdirish maqsadida tayyorlanganligini ta'kidladi. Kitob bozorga selingandan keyin Istanbuldagi Uyg'ur farzandlar xo'shal bo'lishib, kitoblarni setib olib, kitobdagi o'zlari yaxshi ko'rgan she'r, qo'shoqlarni ravon o'qib, uchur vositalarida do'stlari bilan ham bahrlashdi. Egallashimizcha kitobga Amerika, Kanada, Avstraliya, Yevropa qatorliq davlatlardan zakaz kelganligini, bu kitobdan dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Uyg'urlarga ona tilimizni qo'g'dashda turtkilik rol o'ynaganligi, buningdan so'yingan Uyg'urlar kitobni tuzgan va kitobning ro'yobga chiqishi uchun amgikini singdirgan Abduvali Oyib boshliq barliq ziyolilarga rahmatini bildirdi. Öz xəbərimiz. İstanbulda Uyg'urlar tutqun qilinmoqda degan saxta uchurlar tarqalmoqda. Xitoy tajovuzchilarining atrofliq planlashi bilan o'ynalayotgan İstanbuldagi Uyg'urlarni andishiga silish planining yana bir yuzi saxta uchurlarni tarqitib, Uyg'urlarni andishiga silish. İstanbuldan boshqa yurt va davlatlarga ketishi uchun yaqinqi kunlarda İstanbulda Uyg'urlarni Xitoyga qaytarib o'tadi. Zaytunburnuda 210 Uyg'ur tutqun qilindi degandek saxta uchurlar tarqalishga boshladi. Beijingdan rejissorlik qilayotgan Xitoy tajovuzchilari Turkiyada ba'zi saxta torbat, aloq uchur vositalari orqali İstanbuldagi ma'sum Uyg'urlarni texmi andishiga silish uchun Xitoy tajovuzchilarining jasuslari jiddiy harakatga o'tmoqda. Turkiya hukumatı Sharqiy Turkistonning ahvolini va davosini yaqindan biladigan va tushunadigan hukumat. Uning uchun qonunli holda Turkiyaning har qaysi joylarida yashayotgan Uyg'urlar 300 mingdan oshadi. Qonunga rioya qilgan, qonunli turishlik rasmiyati to'liq Uyg'ur muhojirlarni Turkiya hukumatı o'z qonuni bo'yicha qo'g'daydi. Ammo Turkiya qonuniga xiloflik qilgan, zulmdan qochib chiqqan Uyg'ur bo'lsa-mu, jinoyat sodir qilsa, jazosini cho'qim tortadi. Shuning uchun muhojiratga Uyg'urlarning turishlik davlatlarning qonuniga rioya qilib yashashi bilan birga o'zining dushmanini aniq tunishga, yashayotgan davlatdan va boshqa yerdan dushman izlamay, Sharqiy Turkistonda zulmda qolgan qarindoshlarini unutib qolmasligini eskartamiz. Öz xəbərimiz. Xitoy tajovuzchilar Sharqiy Turkistonning har qaysi joylarida Uyg'urlarga chag'inini majburiy tabriklagizdi. Sharqiy Turkistondan egilagan uchurlarda ma'lum bo'lishicha, Qashqar Yangishahar nahiyasining Sog'un yezisidagi Uyg'ur qiz o'g'il yoshlarni tashkillab chag'inini majburiy tabriklagizgan. Bu faoliyatga qatnashmagan, bahoni ko'rsatib kelmaganlarga siyosatga qarshi chiqdi deb turma jazosiga mahkum qilgan. Faoliyat jarayonida qiz o'g'illarni axloqimizga xilof harakatlarda bo'lishga qistigan. Xitoy tajovuzchilar Sharqiy Turkiston madaniyati bo'lmagan Xitoyning chag'inini majburiy tabriklashga o'rinlashtirishi Sharqiy Turkistonda Uyg'ur xalqining naqadar og'ir zulmga duchor bo'layotganligining dalil isboti. Dunyoning hech qanday yerda bir millat yana bir millatning madaniyatini majburiy qabul qilmaydi. Xitoy tajovuzchilar Sharqiy Turkiston xalqiga tajovuzchi ekanligini majburiy usullar orqali tonitish bilan birga besim siyosati bilan o'zlarining tajovuzchiligining umrini uzartishga harakat qilmoqda.
hamda huzuringlarga vatan ichi sirtidagi xalqimiz taqdiriga munosabatlik muhim voqea hodislar haqida tahlil va istiqbolimizga munosabatlik yangi ko'z qarashlarni sunishni maqsad qilgan muloyizalar programmamizni anglatamiz. Bu haftalik muloyizalar sayfimizda Alama Muhammad Iqbolning Sharq Turkistonga bo'lgan qarashi va Pokiston siyosatchilarining xiyonati nomli maqolaning davomini olamiz. Maqola avtori Mirkamil Qashqarli. Hürmetli radyo anlıqçılar, anlatışımızdan aldığın sonlarida Alama Muhammad Iqbolning fikir qarashlari va Sharq Turkistonning buyuk mujohid rahbari Muhammad Amin Bug'ra Hazratimning Alama Muhammad Iqbol bilan Lahorda ilib borgan uchrashishi hamda 1958 yili 4-oyda Lahorda o'tkazilgan Muhammad Iqbolni xotirlash yig'iniga taklif bilan qatnashib so'zilgan nutqlarga o'rin bergan edi. Anlatışımızın ötkenki bölümünde tilga ilip ötkenimizge o'xshash islom bilan mujassamlashgan Türk söygüsü, bulupmu ümmetning ijtimoiy tavhidi va islomiy birligini qaytadan barpo qilish uchun kecha-kunduz yurak bag'ri o't bo'lib yinib turadigan ustoz Muhammad Iqbolning qarashicha Timurning avlodlari bilan Osmonlining avlodlarimi o'xshashla islom dunyosidan iborat cho'ng oilaning ikki buyuk qahramon bayroqdorlari edi. Şuna Alama Muhammad Iqbol Angliyaning ishg'oliyatiga qarshi Hindi qit'asidagi musulmonlarning ozodlik ko'rishi davomlashayotgan qiyin mezgillarda bir tarafdan islom dunyosining g'arbdagi oxirgi qal'asi deb qaragan Turkiyaning Çanakkale urushi uchun safarbarlikka kelib, o'xshash bo'lmagan shaharlarda chaqirgan konferanslar natijasida 1,5 million fond sterlin to'plab Turkiyaga avatgan bo'lsa, yana bir tarafdan islom dunyosining eng sharqidagi muhim qal'asi deb biladigan Sharq Turkistonning mustaqillik ko'rishiga yaqindan ko'ngil bo'lgan edi. She'rlari va asarlarida Sharq Turkistonga bo'lgan sevgisini ifodalaganga o'xshash pat-pat e'lon qilib turadigan bayonotlardami Sharq Turkistonning kelgusi va mustaqilligining islom ummatiga qanday cho'ng kuch qo'shadiganligi haqidagi ko'z qarashlarini o'tirg'i qo'ygan edi. Alama Muhammad Iqbolning Çanakkale urushiga yordam qilish uchun Lahordagi ochiq maydonda 100 mingdan ortiq kishining qatnashishi bilan o'tkazilgan cho'ng konferansda intayin ta'sirli bir voqea yuz berdi. Çanakkale urushining islom dunyosiga bo'lgan ahamiyati to'g'riliq Alama Iqbolning so'zlagan nutqidan qattiq ta'sirlangan bir namrat ayol yordam qilay desa puli bo'lmaganlikdan quchog'idagi 3 yoshli o'g'ilni setish qaroriga keladi. Derhal yig'in maydonidan ayrilib, o'zi tunuydigan bir boyning uyiga bordi va ahvolni tushuntirib, bolasini u kishiga sotmoqchi ekanligini va pulini Çanakkale urushiga iyona qilganligini aytdi. Boy hayron qilib, ota-onaning eng muhim vazifasi farzandini yaxshi tarbiyalash va qo'g'dash ekanligini, farzandini xo'rlash va yetimlikka mahkum qilishning og'ir jinoyat ekanligini tushuntirdi. Ayol hech ishkilanmasdan bilamsan, agar musulmonlar Çanakkale urushida mag'lub bo'lsa, xalifalik yiqiladi va yolg'iz mening balamla emas, butun islom dunyosi, butun ummat yetim qoladi. Men ummatni yetimlikdan qutuldirish yo'lida bir balam emas, 10 balam bo'lsa-mu fido qilishga tayyorman deydi. Boy qattiq ta'sirlanib ayolning taklifini qabul qiladi. Balni elib qilib, talab qilingan pulni ayolga berdi. Ammo aldavatgan bo'lmasin degan gumon bilan ayolning orqasiga odam silib qo'ydi. Ayol pulni yog'liqqa o'rab, udul yig'in maydoniga yuguraydi. Bir tiyinmi ilib qolmasdan hamma pulni iyona qiladi. Boyning odamlari bu ahvolni boyga yetkazdi. Boymo kechikmasdan yig'in maydoniga balni ilib kelib, onasiga qaytirdi. Ondan uydan ilib kelgan oltin kumush, pul pichaklarining hammasini Çanakkale urushiga iyona qildi. Shu qatim Lahordagi yig'inga qatnashgan kishilar orasida tasavvur qilg'usiz yordam safarbarligi boshlanib ketdi. Puli borlar pul, yo'qlar uzuk halqalarini o'tirg'i tashlab qaytdi. Alama Iqbolning o'xshash bo'lmagan shaharlarda o'tkazgan bu xil yig'inlari natijasida jami 1,5 million fond sterlin to'plandi.
Bu pul Türkiye'ye yetib kelganda Çanakkale urushi Allohning nusrati va mujohidlarning mislsiz fidokorligi bilan g'albilik oxirlashib bo'lgan bo'lib, pulning bir qismi bilan Turkiya ish bankasi, ya'ni Savdo sanoat bankasi qurildi. Asosliq ko'p qismi g'albilik og'dirilgandan keyingi Cumhuriyet Xalq partiyasining cho'ntagiga tushib ketdi. Sharq Turkistonning unutilmas mujohid rahbari Muhammad Amin Bug'ra Hazratim 1958 yili 25 aprelda Pokistonning Sialkot shahrida o'tkazilgan iqbolni xotirlash yig'inig'imi alohida taklif bilan qatnashgan va so'zlagan o'rdochi nutug'ida ustoz Iqbolning Sharq Turkistonga bo'lgan qarashlari, tavsiya va nasihatlarini tilga olgan edi. Tövəndə Muhammad Amin Bug'ra Hazratimning Sialkotdagi yig'inda so'zlagan o'rdochi nutug'ining Uyg'urcha tarjimasini o'z peti diqqatingizga sunamiz. Sialkot shahrida o'tkazilgan iqbolni xotirlash yig'inida so'zlagan nutqim. Hurmatli rais va aziz yig'in ishtirokchilari, alama iqbolni xotirlash yig'iniga qatnashganligimdan cheksiz iftixorlanmoqdaman. Menga bu qimmatli fursatni sungan do'stlarimga samimiy rahmatimni aytaman. Mərhum Ələmə İqbalның həmməyləngi quyoşdək roşan fəzilətlərini mening bayon qilishimning zaruriyati yo'q. Mən şunu deməkçimən ki, Ustoz Iqbal və nazariyasi həm əməli fəaliyyətləri cəhətdən heç qaçan Hindi qitəsi musulmonlarının mənfəətləri dairəsində çəkilinib qalğanı yo'q. Bəlkə bu böyük qitə goya onun okyanusqa oxşaş payansız iman territoriyası içindəki san-sanaqsız arallarının birsili idi. Çünki Ələmə İqbalның nazariyasi İslam dininin bütün İslam dünyasında qaytadan ən süzük və ən parlaq şəkildə bərpa bo'lishi lozimligini, bunun bütün İslam dünyasının nicatlığının birdən-bir çarəsi ekanligini mərkəz qılatdı. Onun əməli fəaliyyətləri bolsa, bütün İslam dünyasının islah qılınışı və saadətini nişan qılatdı. Şuna qimmatli fikirlərini vətən, millət və dövlət ayırıb olturmasdan bütün musulmon millatlarga sunishni arzu qılatdı. Dünyanın həmili yerdəki musulmonlarning g'amini yeydi. Bütün musulmon millatlarning azadlıqqa və saadətə erişişi üçün ən to'g'ri fikirlərə ega idi. Bu aytqanlarimning dalili və misali sübtida Sharq Turkistonda 1931 yildan 1934 yilgacha maydonga kelgan inqiloblar haqida Ələmə İqbalning e'lon qilgan bayonotlaridan ba'zilarini diqqatingizga sunmoqchiman. Ələmə İqbal bir qitim e'lon qilgan bayonotida mundaq degan: Turkiston intayin keng bir zamin bo'lib, hozir 3ga bo'linib ketgan ahvolda turmoqda. Birincisi Rossiyaning ishg'oliyati ostidagi G'arbiy Turkiston. Ikkinchisi Afg'onistonning hokimiyati ostidagi Janubiy Turkiston. Uchinchisi Xitoyning ishg'oliyati ostidagi Sharqiy Turkiston. 1912 yili Sharq Turkistonga Xitoy hukmronlarining tayinlanishi va Xitoy hukumati tomonidan butun nupusi musulmon bo'lgan bu xalqga Xitoy tilini majburlab tengishi, hatto buning uchun zo'ravonlik qilganligi sababidan og'ir beoromliklarning umumlashishiga sabab bo'lgan edi. Ələmə Muhammad İqbal yana bir bayonotida Sharq Turkistondagi inqiloblarni mundaq xulosalab bergan edi. Bunun asli sababining diniy asabiyat emasligiga qoyilman. Gerçi bu xil hareketlarda rəhbərlər xalqning har turli hissiyotini urg'utishga ehtiyojli bo'lsa-mu, ammo haqiqiy sababning iqtisodiy vaziyat ekanligi ro'shandir. Mərhum Ələmə İqbal yana Sharq Turkistonning ozodlik inqilobida tutishga tegishli yo'l va harakatlarga doir ko'z qarashlarini mundaq ifodalab bergan edi. Bugungi dunyoda hamma narsa quyuq millatchilik, irqchilik atrofida aylanmoqda. Men bu xil nazariyalarni davrimiz madaniyatining yuziga tushgan jirginishlik dog' deb qarayman. Mening andishi qildig'inim Osiyoning qandoqli yerda tor millatchilik maydonga chiqib qoladi ekan, bu intayin xatarlik natijalarni keltirib chiqardi. Növbətdəki İslam dünyasının dinni himoya qilgan asosda eng oldingi qatordagi muhim vazifasi mushu masalani hal qilishdan iboratdir. Agar Osiyo davlatlarini navbatdagi nachar vaziyatdan qutqizishni xohlaydigan bo'lsak, buning faqat birla yo'li bor. Bu bo'lsa-mu, islom nazariyasini qabul qilish, milliy va irqiy ustunlik qarashlarini cho'rib tashlab, insoniyatning umumiy manfaatini ko'z oldimizda tutishimiz lozim. Men Sharq Turkistonning ozodlik inqilobining buyuk turonchilik harakatiga aylantirilmasligini umid qilaman.
Alama Iqbal bularni ta'kidlab bo'lgandan keyin Sharq Turkistonning ozodlik inqilobi agar turanchilikqa aylanib qolgan taqdirda Afg'onistonga yomon ta'sir ko'rsatadiganligini, bu sababdan Afg'onistonda maydonga kelish ehtimoli bo'lgan og'ir masalalardan andish qilganligini bayon qilgan edi. Hurmatli apandilar, bu yerda shuni qistirib o'tayki, marhum Alama Iqbalning bu tadbirlik qarashlari bizning ozodlik inqilobimizning fikr asoslarining birini tashkil qiladi. Bizning inqilobni boshlagan chog'dagi prinsipal qarorlarimiz mundaq edi. Birinchi, tar millatchilik, erqvozlikdan uzoq turish. Ikkinchi, davlatimizni islom jumhuriyati qilib qurib chiqish. Uchinchi, barliq islom ellari bilan samimiy do'stlik munosabati o'rnatish. Şoňa biz inqilobimiz başlanıp 2 yılga qadam qo'yganda Afg'onistonga hayat avatib barliq guman va xato qarashlarni yo'qotish, qarindoshlik, qo'shindorchilik munosabatlarimizni kuchlantirish orzuyimizni bildirdik. Hamda bir turkum yeni qurol talab qildik. Buningdan intayin yaxshi natija olgan edik. Alama Muhammad Iqbal bayonotining oxirida yana Sharq Turkiston inqilobining g'alaba qilishini orzu qildiganligi va g'alaba qilgan taqdirda islom dunyosiga qanday foydasi bo'lganligi haqida to'xtalib mundaq degan edi. Bu harakat g'albaga erishsa mundaq foydasi bo'ladi. Nüfusunun taxminan 99% musulmon bo'lgan Sharq Turkistonda bayashat va kuchli bir islom davlati qurilgan bo'ladi. Shundaq bo'lganda Sharq Turkistondagi musulmonlar uzun yillardan buyon boshdan kechirayotgan ishg'oliyatchi Xitoyning zulm istibdodligidan qutulgan bo'ladi. Sharq Turkiston tabiiy boyliqlari intayin mo'l bir davlat. Lekin Xitoyning zulm va istibdodlari, qonunsizligi va zo'ravonligi yuzidan terishqi bo'ladigan zaminning aran 51% ishlatilmoqda. Hindiston, Xitoy va Rossiya o'rtasida bir islom davlatining qurilishi bilan Xitoy fashizmi, bolşevizm, ateizm va dinsizlikning xavflari garchi O'rta Osiyodan butunlay tozalanib ketilmagan taqdirdami, Hindiston musulmonlarining chegarasidan texmi uzoqlashgan bo'lganligi bir ro'shan haqiqat. Hurmatli apandilar, Alama Iqbalning bu arzu armonlari sug'ut chilashqini yo'q. Hozirmi o'z peti davomlashmoqda. Sharq Turkiston musulmonlari buningdan 27 yil ilgari boshlagan ozodlik kurashlarini hozirgacha davomlashtirmoqda. Alama Iqbal xo'sh xabar bergan bayashatlik va kuchli bir islom davlatining qurilishi uchun Sharq Turkiston xalqi iymoniy quvvatini qo'g'dab kelmoqda. Mana hozir Sharq Turkiston xalqi kommunist Xitoyning ishg'oliyati, siyosiy, iqtisodiy va diniy zulmlardan qutulish uchun butun imkoniyatlari bilan kurash qilmoqda. Shuning bilan bir vaqtda yana G'arbiy Turkiston, Idil Oral, Qrim va Kavkaz musulmonlarimi Bolshevik Rossiyaning istilosiga qarshi kurashlarini davomlashtirmoqda. Alama Muhammad Iqbal bir qatim Chingizxon, Temur va Boburlarni yetishtirib chiqqan bu diyorlar hozirmi oliy darajali qahramon qo'mondonlarni yetishtirib chiqara oladi degan edi. To'g'ri, uning deganiga o'xshash Turkiston turklari Allohning yordami bilan butun dunyoni hayron qoldiradigan qahramonlik dastonlarini yozg'usi va pat yaqinda muqaddas bayrog'ini shahidlarning qabristonliklari ustiga tikkusi. Allah merhum Alama Iqbalga rahmat ve bütün İslam dünyasına nusrat ata qilsin. Vesselam. 1958 yılı 25 aprel. Muhammed Amin Buğra. Muhammad Iqbal'dan keyingi Pakistan rahbarlari va Sharq Turkiston. Sharq Turkistonning atoqli mujohid rahbari Muhammad Amin Buğra Hazratimning Alama Iqbal va Sharq Turkistonga bo'lgan ko'z qarashlari haqidagi bu nuqtadan ko'rganimizga o'xshash islom millatining barpo qilinishi, butun ummatning birligi va qaytadan tirilishi uchun Iqbalning qalbida yongan u ulug'vor yolqin yolg'iz Iqbal bilan cheklanib qolmagan edi. Bu kurash yo'ldagi uning sabdoshlari va keyingi Pokiston rahbarlarimi o'z saviyasi va imkonlari doirasida Iqbalning qarashlariga varislik qilgan. Jumladan ummatning ayrilmas bir parchasi hisoblanadigan zulm ostidagi Sharq Turkiston musulmonlariga yaqindan ko'ngil bo'lgan edi.
İsa Yusuf Aliptikinning Muhammad Ali Jinnah bilan uchrashishi. Мәсәлән, Шәрq Türkistanның атаклык рәхбәрләрдән мәрхүм İsa Yusuf Aliptikinmi 1938 елы октябрьдә Бомбайга келмәйлә Muhammad Ali Jinnah тарафыдан кабул кылынган иде. Muhammad Ali Jinnah İsa Yusuf Aliptikinning Şərq Türkistandan, ya'ni ayni chaqdagi Hindistonda hammadan mashhur ismi bilan Chin Turkistonidan kelganligini anglab intayin suyungan va yenidagi Xitoy hayitini ko'rsatib, endi tushundim. Sizning bularga nima uchun o'xshamaydiganligingizni degan hamda Sharq Turkistondagi musulmonlarning ahvolini so'ragan. Musulmondan boshqa do'sti yo'qligini ta'kidlagan edi. İsa Yusuf Aliptikindan qandaq yordamda bo'la oladiganligini so'raganda, Hindiston musulmonlarining oldingi qatordagi diniy zotlari bilan tunishish orzusi borligini aytgan. Muhammad Ali Jinnah bu jihatda men sizga yordamchi bo'la olayman. Diniy zotlarga sizni tunishtirib xat yozay degan. Ondan bosh kotibni chaqirib, oldingi qatordagi diniy rahbarlardan bir qanchasiga İsa Yusuf Aliptikin apandini tunishtirib maktub yozishga buyurgan. Hatta Leknoda o'tkazilishi planlangan ayni chaqdagi Musulmon birlashmasi partiyasining cho'ng qurultayiga İsa Yusuf Aliptikin apandini maxsus da'vat qilgan. 1938 yılı oktyabr oyida o'tkazilgan bu uchrashishda yana Muhammad Ali Jinnah Xitoy-Yaponiya urushining oqibati haqida ajoyib oldin ko'rarligini namoyon qilgan. U Xitoy millatchi Kuomintang hukumati Yaponiya bilan urush qilmasdan masalani ustal ustida hal qilishi lozim. Agar urush qilsa, Xitoy millatchi Kuomintang hukumati mag'lub bo'ladi va oqibatda Xitoy kommunistlari davlatga hukmron bo'ladi. Eng xatarlik tarafi mana bu degan edi. Mana bu nuqtadan qaraydigan bo'lsak, Sharq Turkiston masalasida go'yo Xitoy kommunistlarining yaloqchisiga aylangan hozirgi Pokiston hukumatining o'zlarining qurg'uchi dohilarining qimmat qarashlari bilan qanchalik darajada zidlik ichida ekanligini ko'rib olaymiz. Hurmatli radio anglovchilar, vaqt munosabati bilan bu haftalik anglitishimiz mush yerda oxirlashdi. Keyingi haftalik anglitishimizda davomini anglaysizlar. Hürmetli radio anlıqçılar, bu haftalik mulayizlər sahifimizin axırki qismida o'zi Kanadada turishliq aktiv siyosiy faoliyatchi, siyosiy mulayizchi, tahlilchi va obzorchi Ruqiya Turdush xonimning Uyg'urlarning do'sti faqatla haqiqat nomli obzorni Ruqiya Turdush xonimning o'z ovozi bilan dehqonlarga sunamiz. Qanamiz dehqonlar Ruqiya Turdush xonimda bo'lsin. Uyg'urlarning do'sti faqatla haqiqat. Obzor. Abduri Ruqiya Turdush. Iqtisodning musulmon davlatlarning nazarida islomdan ustun kelishini, ummatning birligidan ustun kelishini qo'lga keltiradigan Xitoydan boshqa yana bir usta davlat bo'lmasi kerak. Hammamizga ma'lum, bu Xitoyning aqlliq bo'lganligidan emas, balki uning Amerikaning musulmon davlatlar bilan bo'lgan ideologiya surkilishidan ustunlik bilan foydalanganligidan bo'ldi. Davlatlar bir-biriga beqinishga majbur bo'layotgan mushundaq bir xalqarалық vaziyatda xalqarалық masalalarning hammasini shaxsiy masalaga aylantirib bir taraf qilishga tirishib, Xitoy hukumatı davlatlarning ichki ishiga aralashmaslikni shart qilib, ikki putida inson haqlarini dassagash, qo'lida dollarni egiz ko'tarib do'st izladi. Yana do'st tanlab mablag' sag'andimi, bir tarafdan davlatda inson haqlarini dafsanda qiladigan bermidak davlatni tanlasa, yana bir tarafdan musulmon davlatlarni tanladi. Shundaq qilib, Sharqiy Turkiston musulmonlarini qirib tugutishga, boshqalarning hatto ummatning aralashish yo'lini kesib tashladi. Agar Sharqiy Turkiston masalasi mavjud bo'lmagan bo'lsa, Xitoy savdoda bu davlatlarga o'zining foydasi uchun balki boshqa bir shartni qo'ygan, undaq oson qarz bermagan bo'lishi mumkin edi. Chunki bu yerda u qo'ldan berib qo'yamanmi deb ansiraydigan Sharqiy Turkiston bo'lmag'achqa, buning o'rnini cho'qim boshqa shartlari bilan ashu davlatlardan to'ldirib olgan bo'ladi. Mundaqcha aytganda, Sharqiy Turkiston Uyg'urlarining dafsanda bo'lishi butun musulmon yoki musulmon bo'lmagan 3-dunyo diktatorlarining Xitoyga yo'linib beyibilishidagi bir qonliq shoti bo'lib berdi.
lekin bu beyish garchi qisqa muddat ichida shu davlat hukmdorlarini kuchlantirgan bilan agar ular bu qonliq sho'rtig'i dastlab beyishdan o'zini totmasa, uzun o'tmay bu davlatlarning Sharqi Turkistonning bugungi taqdiriga qoladiganligi aniq. Rohingya musulmonlarini Berma buddistlari tirik so'yib, kebab qilib pishirib yegandimi, musulmon davlatlarning ovozini chiqarmaganligi bir paket. Chunki buningmi oqisida yanada Xitoy bor edi. Sharq Turkiston va Tibet xalqining huquqini dafsanda qilish va ularni qirg'inchilik qilishga aralashmaslik siyosatini bozor topqizish uchun Berma buddistlarini hadab qo'llab, Xitoy ularning Rohingya musulmonlarini qirg'in qilishiga ko'z yumib, ularni kaynimda Xitoy bag'u deb odam qilibidan chiqqan har qanday vahshiylikni qilalig'idek darajada yo'g'intibatdi. Xitoyning mana mushu atalmış ishki siyosatga aralashmaslik aniq qilib aytganda Sharqiy Turkistonni dafsanda qilishga ko'z yumish va aralashmaslik badaliga va Xitoyga yer boyliqlarini arzon bahoda setish badaliga musulmon davlatlar Xitoydan Amerika ularga bermagan narsalarga erishdi. Masalan, davlatlar munosabati manbalariga asoslanganda Xitoy 2013-yildan boshlab Saudiyadan eng chong neft import qiladigan davlatga aylanib, Amerikaning oldiga o'tdi. 2014-yilda Xitoy Dammandan Riyodga boradigan yuk tashish qatnash yo'lini yasab berdi. Xitoy Turkiya bilan do'stlashish badaliga Karsdan Adarniga ketadigan tez poyezd yo'lini, shundaqla Bosfor yerosti tunnelini yasashga yordamlashdi. Va qachon Turkiya Amerika bilan yomonlashsa, darhol fursat bilib Turkiyaga yaqinlashishga tirishdi. Xitoyning Eron bilan bo'lgan munosabati 1971-yildan tortib uzluksiz intayin yaqin bo'lib, 80-yillardagi Iron-Iroq urushida asosli qurolni Xitoy ta'minladi. 2014-yildan boshlab Xitoy Eronning eng chong neft eksport qiladigan davlatiga aylandi. Amerika Ironga iqtisodiy embargo yurgizgandan boshlab Xitoy darhol Amerika to'sqan narsalarning hammasini Ironga berishga boshladi. Bu davlatlar garchi musulmon davlatlar bo'lsa-mu, texi butkul musulmon davlatlarini birlashtirgan harbiy, iqtisodiy va ijtimoiy aloqa va ma'rif jihatdagi kuchli bir hamkorlik birikmasini qurib chiqarmaganlikdan va yoki musulmonlarning o'zini kuchlantirib bu jihatlardagi shart-sharoitni hozirlab bo'lmaganlikdan o'zlarining davlat bexatarligi va manfaatini qo'g'dash uchun Xitoyning qo'yniga o'zini etishga majbur bo'ldi. Ammo bu deganlik Xitoyning do'stlari bo'lgan musulmon davlatlarning xalqlarini dushmanimiz hisoblashimiz kerak deganlikni ko'zda tutmaydi albatta. Chunki qon qarindoshlik munosabatimiz qo'yiq bo'lgan turk xalqining Uyg'urlarni qo'llab kelayotganligi va bu sababdan turk davlatining Uyg'urlarning tarafini tutishga kuchining yetishicha majbur bo'layotganligi bizning to'g'ri yo'lda ekanligimizni ko'rsatadi. Chunki Uyg'urlar azaldan vaqtliq fursatparastlardan emas, balki haqiqatda, adolatda, to'g'rida turg'uchilardan bo'lib keldi. Davlatlar siyosati bilan xalqini ayirib muomala qilishni bildi. Shundaqdimi o'zimizdan bizning beshimizga kelayotgan kunning bir kuni Xitoy tarafidan ularningmi beshiga keladigan tahdid ekanligini keng turda ashu davlatlarning xalqlariga tashviq qila oladikmi? O'ttirliqdagi bu munosabatni Sharqiy Turkistonning manfaati uchun foydalanishni keng tashviqot orqali yaxshi bir diplomatik shaklda elib ketib olamdik degandek savollarni so'rashimizga to'g'ri keladi. Dal shu sababdan Xitoyning eng chong dushmani bo'lgan Amerikaning qo'llashini qo'lga keltirganimizda bu hargizmi ba'zilar o'ylagandek, ba'zi Amerika oq millatchilarining va yoki ba'zi Amerika siyosatchilarining musulmonga bo'lgan o'shmanligiga ko'z yumganligimiz emas. Balki Prezident Donald Trumpning udul so'zligi, ochiq-oshkorligi va Xitoyga bo'lgan kaskin maydonidan suyungunimizdir. Amerikaning erkinlik qimmat ko'z qarashi bilan bir maydonda turib, Xitoyga qarshi turganligimizdandir. Chunki Uyg'urlar ezilishni beshindan kechirayotgan, mehr-shafqat bilan nafratning chegarasini dunyodagi har qanday bir millatdan bakrak ayriya oladigan bir xalq. Shundaq bo'lg'achqa Uyg'urlar har qanday ojiz millatning bo'zaq qilinishiga, kamsitilishiga qarshi turdi. Yaqında Facebook'dagi bir amerikalik Uyg'ur ayolning bosh suratiga Amerikaning bayrog'ini yog'liq qilib chigib tushgan rasmiga ba'zilarning nima uchun musulmonlarning dushmani bo'lgan Amerikaning bayrog'ini beshingizga chigib olasiz deb xat yozganligini ko'rdim. U xonim Amerikada yashaydi. Amerika uning ikkinchi davlati. O'zi yashayotgan, uni qo'g'digan ikkinchi vatani bo'lgan davlatning bayrog'ini beshiga yog'liq qilib chigib rasmga tushish u yoqda tursin, mencha u yuragiga o'yivasimi haqliq. Chunki bu tuproq sevgisi, bir vatansizning vatandoshlik sevgisi.
Amerika başlıq G'arb davlatları musulmonlarning dushmani uzoqdir deguchilar avval Amerikaning musulmonlarga qaratgan ayrımçılık va dushmanlik siyosatlariga qarshi turish bilan birlikda uning Xitoyga bo'lgan dushmanlik siyosatlarining tarafini elishni o'rganib qo'yayli. Chunki Uyg'urlarning do'sti faqatla haqiqat. Әмді аңлайдығыныңла Ruh Durdanları sahipsi. Klassik ve hazırkı zaman yazgıcı şairlerinin esil eserleri arkalık kişilerimizin ruhiyet dünyasına lezzet bağışlaş bizning ümidimiz. Beşinci fevral G'ulji vaqasi xalqimizning yaqinqi zaman tarixida yuz bergan muhim siyosiy voqealarning biri. U zulm ve assimilasiyaga duchor bo'lgan xalqimizning o'rlikka, insoniy yashashga bo'lgan bir qitimliq haqqoniy harakati va mustamlika zulmiga qarshi isyonkorlik ruhining yorqin namoyandasi. Gerçi bu haqqoniy harakat Xitoy mustabidlari tarafidan qonliq bostirilgan bo'lsa-mu, lekin şehitlerimizin issiq qonlari badiliga yangi tong quyoshining ulug' vatan tuproqlarida otadiganligiga, aziz xalqimizning hur hayot havosidan erkin nafas oladiganligiga ishonchimiz komil. Tövende Abduvali Tursun Efendi'nin 5 fevral G'ulji şehitleri xotirasiga beg'ishlab yozgan Unda elning haqqi ba namliq she'ri huzuringlarda bo'ladi. Unda elning haqqi ba. 5 fevral G'ulji şehitleri xotirasiga beg'ishlayman. Abduvali Tursun. Mikrofon oldida Qarxan. Ezer dilni bir keçmiş, bir qismatning hasrati. Chunki unda hurlikning badili bor, qini bor. Qahratonning dashti. Hayvi qilgan damlarda bahorlarni chillagan qahramonning uni bor. Tuprağını bağışlap, yürəkdə yer söyüb, yavğı boyun əgməyən can xalqımның küyü var. G'urur, söygü, əqidə, mənzilidə yol alğan, sadır g'ini ruhini vücuduğa küş qılğan, adaletning tuğuni qo'llarida o'ynatgan, g'aflat bosgan dunyoni qadimida uyg'otgan, qahri g'azab paymondin yov ko'ksiga o'q otgan, jon g'uljamning suyimlik nodir o'g'il qizi bor. Unda hicran çırmağan, visallarının nuru var, vicdanlarda qoğdalğan, iffetlerinin gülü var. Ecdatlardan ulaşkan, insanlıqның yolu var,
unda haqni istagan bir ko'ngil bor, beg'ubor. Nitayki bu hayot, shu ko'ngilga intizor, unda ashu armonning dardlar bor, izi bor. Kun keladi bir payt, el baxtiga tong otar, sahar kulgan zar quyosh, zavallarga o't yoqar. Qalblarni sagitsa, yeni fasl gul bahor, shahidlarning ormini mozorlarda gul ochar. Vatanning oshig'i shundila baxtin topar, chunki haqning doimo dardmanga boqqan ko'zi bor. 2017 yıl 4 fevral. Yeni hayat. İnsan dünyada ikki qatim hayotlikqa erishadi. Birinchi qatim onaning qorong'u qo'zg'idan yo'riq dunyoga ko'z ochganda. Ikkinchi qatim zulmatlik osiylikdan nurliq itoatga qadam qo'yganda. Birinchi qatimlik hayot Uyg'urlarga, Xitoylarga, yaxshilarga ham yomonlarga, qurut qo'ng'iz uchar qanotlarga, shundaqla barliq tosh tuproq o'simliklarga o'rtaq nisb bo'ladi. Ammo ikkinchi qatimlik hayot Alloh taolo hidoyat va istiqomatga boshlash orqali dunyo va oxiratda nusrat ato qilmoqchi bo'lgan eng baxtli, qismatga boy kishilarga mansub bo'ladi. Bu hayot insonning yeshiga boqmaydi. Bu hayot sizga ato qilinayotganda, siz shirin hayotga texi amdila qadam qo'yishga boshlagan yoki yoshlik bahoringizning go'zal nag'malaridan zo'qlanishga boshlagan, yeshingiz 40 yoki 60 dan halqagan, hayotlik safaringizni tamomlab o'lim darvozasini chekish oldida turgan yoki texi amdila qorong'u qo'saqdan yo'riq dunyoga kelish oldida turgan chig'ingiz bo'lishi mumkin. Bu hayot o'ringa boqmaydi. Bu hayot sizga ato qilinayotganda, siz biror butxona yoki masjid ichida, yo'l ustida yoki uyingizda, turmining qorong'u xilvatlarida yoki erkin dunyoning saf havoliq kirvaklarida o'ltirgan, kasal karvitida mamatliq jangini qilayotgan yoki xizmat aldirashchiligida turmush g'amini qilayotgan bo'lishingiz mumkin. Asiyaning kangri yayloqlarida yoki Afrikaning yalqinliq sahrolarida, tog'larning mag'rur cho'qqisida yoki Bayavonning qum barxonliq uchisida temiz qilib yurgan, shundaqla haramning azodi hovlisida tafakkur o'nchilarini izlab yurgan bo'lishingiz mumkin. Bu hayotning maxsus bir sababi bo'lmaydi. Buning sababi bir yaxshi nasihat yoki biror yaxshi muhit va yoki biror ixlosmand do'stingizning g'oyibona duosi bo'lishi mumkin. Hamda biror qatimliq tush yoki biror qatimliq ranjish bo'lishi mumkin. Yana ba'zida buning hech qanday sababi topilmay qoladi. Qanchalagan kishilar sizga bolaligidan yoshligiga qadam qo'yib, toki qerib dunyodan vidolashguncha masjid ularning uyi, shundaqla Qur'on ularning tiliga aylangan holda uchrab turdi. Bu hayotning muddati va cheki bo'lmaydi. Bu hayotning davomiga biror ochiq azoblanarlik holat yoki biror tatliq xo'shallanarlik holat ta'sir ko'rsatmaydi.
Buning muddati ba'zida birdamlik, yana ba'zida necha 10 yillik bo'ladi. U ba'zida uyingizning 4 temini, yana ba'zida butun osmon zaminni o'z qo'yniga olgan bo'ladi. Hamda ba'zida maxfiy, yana ba'zida oshkora, porloq quyoshdek hammaga ayon bo'ladi. Bu hayot vaqt ham faslga baxmaydi. Bu hayot sizga o'zining nurliq jamolini kechining zulmatli qorong'uligida yoki kunduzning yo'ruq oftobligida, illiq bahorning mayin shamollarida yoki rahimsiz kuzning dahshatli bo'ronlarida villada ko'rsatishi mumkin. Bu hayot dam olish fursatlarida yoki aldirash xizmat satlarida, shodlikning cheksizligiga sho'nqigan yoki g'am qayg'uning adabsizligiga uchirgan vaqtingizda lippida kelib beshingizga qo'nishi mumkin. Bu hayot to'ydirmasdan yo'shirun yoki to'ydirib oshkora bir dam ichida qismatingizning zinnatiga aylanishi mumkin. Bu hayotni zodi nima deyish kerak? Bu hayotni osiylik zulmatlaridan nurliq itoatga, tengirqash tanqisligidan rohatlik mamnuniyatga, xor zabulluq azgonlaridan yuksaklik arshiga, dunyoda yuqori izzat martabaga, shundaqla oxiratda mangulik baxtiyorlikqa qadam qo'yish deyish lozim. Bu hayotni qo'lga keltirish uchun bunularni hozirlashga to'g'ri keladi. Azaplı qalb va beqaror ruh bilan uningga talpinish. Oldingi ishlarga nadomatga cho'mgan, kelgusidagi hidoyatdan umidga purkangan holda o'z-o'zidan hisob berish. Haqqoniyat va sadoqatga bo'lgan vijdoniy taqozo hamda chin qaynoq hissiyot bilan ko'zdan yosh to'kish. Allohga bo'lgan cheksiz itoat va mukammal bandichilikni cho'nqur his qilgan holda sajdaga bosh qo'yish. Amsi keling, tayyorlig'ingiz bitgan bo'lsa, biz birlikda bu yangi hayotni qizg'in qarshi olaylik. Ruhimizdagi beqarorlik, qalbimizdagi iztiroblik talpinish bilan, tavbining issiq yoshlari, ko'krakdagi yolqinliq ishtiyoq bilan, kamtarlik, fidokorlik, qizg'inlik ham shod xo'ramlik bilan, mustaqil g'oya, mustahkam iroda, sabr ham qanoat bilan, o'lmas ishonch, yengilmas umid, fidokorona amaliyat bilan, ko'nglimiz yo'ruq, qalb ozoda, tashakkurlik sajdimiz bilan qarshi olayli bu yangi hayotni nadomatli tavbimiz bilan. Saltanatlik tariximizning shon shuhrat va ibrat bilan to'yingan sahifalari orqali anglag'uchilarimizga kashmishlardan uchur berishni maqsad qilgan kashmish va ibrat sahifasi siz bilan birga. Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uchilar. Men Uyg'ur Nidosi Tor radiosi Kashmish va ibratlar sahifasining riyosatchisi Qaraxon. Bu haftalik Kashmish va ibratlar sahifamizda Muhammad Amin Bug'ra asarlari nomli tarixiy asarni anlatishni davomlashtiramiz. Bu kitob marhum Muhammad Amin Bug'ra vafotining 50 yilligiga bag'ishlandi. Nashrga tayyorlovchi Abdujalil Turan. Bir 1945 yili 5 ayning 1 kuni Çin Xalq siyosiy qurultayi ochildi. Bu qurultayga yurtdoshimiz Qodir Efendi a'zo edi. Bu meclis yalğuz Gomindang partiyasiga xos yig'in emas edi. Bu qurultayga
bütün partiyalarning a'zolari qatnashadigan muhim bir qurultoy edi. Shuning uchun Qodir apandiga 2 loyiha tayyorlab qurultoyga sunish uchun berdik. Birisi yuqorida tilga olgan loyiha edi. Ikkinchisi Turkistonning sobiq zolim valisi Shinseyga jazo berishni talab qilgan loyiha edi. Birinchi loyiha ko'p talash tortishga sabab bo'lgan bo'lsa-mu, ya'ni yuqorida tilga olgan Gomindang uchirgan oqibatga uchirdi. Ikkinchi loyiha majlis a'zolarining qo'shilishi va qo'llashi bilan tasdiqlanib, qurultoy tarafidan hukumatga Shinseyga qonun bo'yicha jazo berish talabnomasi sunildi. 2 hafta o'tmay Shinsey yezigilik ministerlik va boshqa bütün rasmiy amallardan elib tashlandi. 5-oyning 16-kuni Gansuning markazi Lanjuga ketdim. Maqsadim Turkiston vaziyatini yaqindan tadqiq qilish edi. Bu kunlarda ili inqilobi kuchaymoqda. Çin askarlari chekinmoqda va inqilobchilarimiz Urumchiga 136 kilometr keladigan Manasqa kelib, Urumchini tahdid ostiga olmoqda edi. Turkistondan har kuni yuzlarcha chinliqlar qechib Lanjuga kelmoqda va Lanjudan Urumchiga askar va qurol yo'tkalmoqda edi. Biz bu inqilobning rivojlanishidan, millatimizning qonuniy haq huquqini qo'lga keltirishidan xo'shallanayotgan bo'lsaqmi, orqasida ruslar bo'lganlikdan ko'p andish qilmoqda edik. 1945-yili 8-oyning 24-kuni Çin hukumati Tashqi Mongoliyaning mustaqilligini e'tirof qilganligi munosabati bilan Marshal Jiang Kaichining so'zlagan nutqi gazetlarda e'lon qilindi. Bu nutqda Mongollarning mustaqilligi va Tibetliklarning muxtoriyatini e'tirof qilish uchun Mongol va Tibet millatlarining uzun tarixga ega bo'lganliklari va bu millatlarning o'z yerlarida to'plashib yashayotganliklari sabab qilib ko'rsatilgan edi. Ammo Turkistonga o'xshash o'lka holiga kirib qolgan yerlardagi millatlarga mustaqillik va yoki muxtoriyat berolmaslik faqat Çin milleti bilan qonuniy huquqda barobar bo'lib, diniy va iqtisodiy ishlarda erkinlik berish bayon qilingan edi. İsa efendi bilan men Marshalning nutqiga qarshi bir norozilik bayonoti yozdik. Turkiston turklarining tarixi, madaniyati, to'plashib yashashi, xalq nupusi e'tibori bilan Mongol va Tibetlardan yuqori o'rinda turadiganligini ko'rsatdik. Yalğuz coğrafiyaviy va askeri jihatdan Mongol va Tibetga o'xshamganligimizdan mustaqillik va muxtoriyatdan mahrum qilinishimiz Manju imperatorligining ta'siri bo'lib, bu holatni davom qildirish Cumhuriyet tuzumining prinsiplariga xilof bir siyosat ekanligini bildirdik. Va oxirida Turkistonga darhol muxtoriyat berilishini talab qildik. Bu norozilik bayonotini 7 nusxa yezib, Marshal boshliq mashhur davlat arboblariga yo'lladik. Marshaldan javob kelmadi. Bir qanchasidan maxfiy javob oldik. Faqat qonun tuzish organi boshlig'i doktor Sunfudan kishini xo'shallantiruvchi javob oldik. Doktor Sunfuning javobi muhim bo'lganligi uchun uni o'z beti yozaman. Mas'ud, Muhammad Amin, Qodir va İsmail efendiler 8-oyning 13-kuni yozgan maktubinglarni topshirib elib taqdirladim. Turkistonga oliy muxtoriyat berilsin degan talabinglarga butunlay qo'shilaman. Buning tezdan amalga oshishi uchun hammamiz birlashib harakat qilishimiz kerak. Sunfu Cumhuriyetning 34-yili 9-oyning 13-kuni 9-oyning 5-ida Çin markaziy hukumati ili inqilobchilari bilan sulh qilmoqchi bo'ldi. Bu sulhida Rus hukumati Turkistondagi konsuli vositasi bilan o'tirdi kelishtirguchi bo'ldi. Masalaning ishki yuzi mundaq. Ili inqilobchilarga Ruslarning qurol-yarog
va askar bilan yordam qilganligi ochiq maydonga chiqib qolgan edi. Bu qo'l tiqishdan Çin hukumatining qattiq norozi bo'lganligini ko'rgan ruslar o'zini oqlash maqsadi bilan o'tirga sulh qilib qo'yish fikrini Çin hukumatiga bildirgan. Çin hukumati masalani tezroq hal qilish uchun bu fikrni darhol qabul qilgan edi. Sulh muzokaralari asnolarida mushavira, muavizina, maslahat va tamponliq unsuri bo'lishimizni ko'zlagan Çin muzokara hay'atining boshlig'i general Zhang Jijun Mas'ud apandi, İsa apandi va meni Urumchiga da'vat qildi. Bu vasila bilan yurtga qaytishimizdagi to'sqinlik yo'qolgan bo'ldi va biz 1945-yili oktyabrning 17-kuni Urumchiga keldik. Yurtga qaytish. Urumchiga kelib, avval ko'zimga ko'ringan vaziyat tövendikilar edi. Birinchi, markaz bo'lgan Urumchi shahrida Çinliklar Türkiston turklarini adadin ziyoda xo'r ko'rmoqda va hech bir turkning o'zining qonuniy haqqiga ega bo'lishiga Çinliklar rozi bo'lmagan bir holda ko'rinmoqda edi. İlg'or kishilarning to'lisi qamoqxonalarda. Qamoqxonaning sirtidagilar qattiq nazorat ostida edi. Çinliklar Türk dokandorlarining mollarini o'zlari xohlagan bahoda sotib olmoqda edi. Harularda pul bermasdan o'ltirib, buningga norozilik qilganlarni urush va yoki yolg'on tuhmat bilan qamoqqa elish har qanday bir Çinlikning haqqi bo'lmoqda edi. Ikkinchi, Türkistanның boshqa joylaridan kelgan xabarlar texmo dahshatli edi. Masalan, yuqorida tilga ilingan Urumchidagiga o'xshash ishlar boshqa joylarda qatma-qat eg'ir bo'lganning ustiga har bir amaldor xalqning ustiga o'zi xohlagan alvonlarni selish, tijoratni o'z qo'liga elish, hunarvanlarni pul bermay o'zlari uchun majburiy ishiltish qatorliq zulmlarni qilmoqda edi. Askarlarning xalqni bulash-talash ishlari, bir mahalla yoki bir kent xalqini qatliam qilish ishlari odatga aylanib qolgan edi. Biz bu eg'ir vaziyat haqida xalq bilan ahvollashishni zarur ko'rib, 10-oyning 22-kuni Urumchidagi turklarning har qatlamidan 200 ga yaqin kishini chaqirib harbiy maktabning zalida bir majlis ochdik. Mas'ud apandi qisqacha so'z qilgandan keyin men so'zga chiqib 2 soat so'z qildim. Sözümde Türkistanның siyasi tarixini, ota-bobolarimizning milliy erkinlik uchun ko'rsatgan tirishchanliklarini, ajnabilarning zulmidan qutulish uchun qilgan va qilayotgan har turli siyosiy harakatlarini, Çin markaziy hukumatining har millatga barobar huquq bergan qonunlarini so'zladim. Türkistondagi Çinliklarning Türk millatiga qilayotgan vahshiyona zulmlarining qonunsiz ekanligini va buningga qarshi kurashning Çin hukumatiga qarshi isyon deb atalmasligini so'zladim. Sözümning oxirida Türkiston turklarining Çin zulmidan qutulishi uchun qurolliq inqilobdan ko'ra milliy bir tashkilot ostida tinchlikparvar bir kurashning texmi foydali bo'ladiganligini uzun izohatlar bilan anglatdim. Ve birinchi nishonimiz milliy muxtoriyat bo'lishi kerak degan fikrimni o'tirg'a qo'ydim. Bu meclis yıllardan buyon dardlarini aytishga imkon topolmagan yoshlarga birinchi fursat edi. Yoshlar orqa-orqadan so'zga chiqdi. Ba'zilari favqulodda dardlik lahcha bilan Çin zulmlaridan so'z qildi. Ba'zilari milliy birlik va milliy siyosat prinsiplarini anglatdi. Söz arasida özünü tutolmay yig'laganlar va faryod qilganlar, hatto Çinliklarga qarshi ochiq maydon urush kerak deb varqirganlar bo'ldi. Natijada mening o'tirg'a qo'ygan fikrim ittifoq bilan qabul qilindi. Bu meclisdan vali Wu Zhongshin va bosh qo'mondan Zhu Shaolinglar ko'p norozi bo'lib, Zhang Jijunga shikoyat qildi. Yana bir tarafdan Türkistanlik mansabparast qozilar va Çin xizmatida 100 obro'y qozongan mansabdorlar nomidan Zhang Jijunga va markaziy hukumatga telegramma berib,
bizni Turkistondan chiqarib etishni talab qildi. Buning natijasida shundoq ogohlantirish keldi. Ikkinchi mundaq majlis etishimiz ma'ni qilindi. Yoshlarni nazorat ostiga elib, biz bilan ko'rishtirmaslikning amalini qildi. Bizning orqamizda payloqchilik faoliyatlari ko'paydi. Biz imkon doirasi ichida tayyorlik faoliyatlarimizni davom qildik. Bu tayyorliklarimiz shulardan iborat edi. Birinchi, millatning har sinf qatlami bilan munosabat bog'lash. Ikkinchi, yiroq viloyatlardagi munavvarlar bilan aloqa o'rnatish. Uchinchi, turli vositalar bilan muxtoriyat mafkurasini xalq ichiga tarqitish. Qisqa vaqt ichida bu faoliyatlarimizning natijasi ko'rilishga boshladi. Chunki millatning har qaysi qatlamining ko'pchiligi bizning siyosatimizga tarafdor ekanligini ko'rsatishga kechikmadi. Çin hukumat odamlari bu vaziyatdan his qilgan andishlarini yo'shirmaydigan bo'ldi. Hatto bizni Turkistondan yiroqlashtirish uchun chora izlayotganliklarini his qilib qoldik. Lekin Çin hukumatining siyosiy arboblari Turkiston vaziyatining inchkilikini kuzatgan kishilar bizga qattiq muomala qilish tarafdori emas edi. Chunki orqasida Rus kuchi bo'lgan ili inqilobchilar bilan texi sulhi bo'lmagan bir paytda bizga qattiq muomala qilinsa, Turkistonda hukumatga qarshi umumiy nafratning birdan ko'payishi aniq edi. Biz va biz bilan o'xshash fikrda bo'lgan ko'pchilik xalqning Rus nufuziga qarshi ekanligimiz Çin manfaatiga mos keladi. Hammaga ma'lum bo'lganidek, kommunizm istilosi uchun eng cho'ng to'salg'u milliy mafkuradir. Bizning Turkistonda boshlagan milliy harakatimizdan Ruslar favqulodda bearam bo'lib, Urumchidagi Rus bosh konsuli bizning harakatimizga qarshi general Jang Jijunga norozilik bildirdi va bizni Turkistondan boshqa bir yerga chiqarib etishni talab qildi. Bu norozilik biz uchun foydali bo'ldi. Chunki bu norozilik bizning Ruslarga qarshi jiddiy unsur bo'lganligimizni isbotlaydigan siyosiy vasiqa edi. Bu sababdan Çin hukumat odamlari bizni vaqtliq himoya qilish va bir tarafdan harakatimizga mumkin qadar sharoit yaratib bergandek qilib, bizni aldab, harakatimizni natijasiz qilish qaroriga kelganligini his qildik. General Jang bir kuni men Mas'ud apandi va İsa apandi bilan o'tkazgan shaxsiy bir suhbatida Rus konsulining bizning milliy harakatimizdan norozi ekanligini bildirganligidan bizga xabar berdi va Çin hukumatining bizning milliy harakatimizga qarshi emasligini, Turkistondan Rus tahdidi yiroqlashmoqcha bizning Çindan ayrilmaslik prinsipimizga jiddiy tarafdorligini bayon qildi. Bizmi bu prinsipimizdan voz kechmaydiganligimizni bildirdik. Biroq xalq ustidagi eg'irchiliklarni tugutish va askarlarning siyosiy ishlarga aralashmasligiga kafolat qilishni, shundaqla nachar askariy amaldor va hukumat amaldorlarini tezdan ishdan bo'shatishni talab qildik. Buningga general va'da berdi. İli inqilobi rahbarlari bilan munosabatim. Bu mavzuda yana Urumchiga yangi kelgan kunlarimga qaytaman. Biz Urumchiga kelishdan bir qancha kun burun ilidan 3 kishilik bir sulhi muzokara hay'ati vakillari Urumchiga kelgan ekan. Biz Urumchiga kelgandan keyin 10-oyning 20-kuni bu hay'at bilan birinchi qatim ko'rishdik. Hay'at Rahimjon, Obul Xayri Töre ve Ahmetcanlardan ibaret idi. Bu hay'atning muzokara modullarida mustaqillik yoki oliy muxtoriyatdek Turkistonga bir siyosiy o'rin ta'min qildiradigan so'zlar yo'q edi. Faqat Turkistonda umumiy vali va hokimlarni xalq saylimi bilan belgilash, ma'rif tili turkcha va chinchi bo'lish, umumiy kechirim e'lon qilish va bularga munosabatlik talablardan iborat edi. Biz bu hay'at bilan birinchi qitim ko'rishganimizda mustaqillik talab qilishni va ish bo'lmaganda oliy muxtoriyat talab qilishni tavsiya qildik.
Ular bu tavsiyalarimizni nihoyatda to'g'ri topganliklarini bildirdi. Ammo bu amaliyotda ko'rinmadi. Hay'atning general Jang bilan kunlik muzokara qilishdan burun va muzokaradan keyin Rus konsulxonasiga berishi Turkiston xalqi uchun andish qilishga tegishli bir masala edi. Chunki bularning sulhi muzokarasi Ruslarning yo'l yo'riqi bilan elib berilayotganligi ma'lum bo'lgan edi. Bu sulhi masalasida Rus konsuli bilan muzokara qildik va ish bo'lmaganda oliy muxtoriyatni qo'lga keltirishimiz kerak edi. Lekin ili vakillarining muzokara programmasida bu talablarning yo'qligi bizni qattiq qayg'uga solmoqda dedik. Konsul bizning bu fikrimizni ili vakillariga yetkazishni ustiga olmadi. Balki ili sulhi muzokara hay'atiga bu fikrimizni o'zimizning berishimizni tavsiya qildi. Buningdan shuni tushundikki, Rus hukumatı Türkistanning mustaqilligini yoki Çinga tava bir muxtoriyat darajasini qo'lga keltirishni xohlamaydi ekan. Rus hukumatining maqsadi Turkiston xalqining Çin bilan davomli kurash ichida bo'lib turish vaziyatini shakllantirib, o'zi uchun har qanday Turkiston ishlariga aralashish yo'lini ochib qo'yish, ya'ni Turkistonni ko'zir qilib Çin hukumatiga besim qilishgan. 80 kun davom qilgan sulhi muzokara davomida ili vakillarga yuqorqi tavsiyamizni berishni davom qildik. Hamda yuqorida tilga olganimdek oliy muxtoriyat da'vosi va milliy tashkilot harakatini davomlashtirdik. Buningdan Ruslarning cho'chib ketganliklarini yuqorida bayon qildim. İli hayitimi biz bilan ko'rishganda bak ehtiyotjonlik bilan so'z qiladigan bo'lib qoldi. 1946-yılı 2. ayının 1. günü sulhi kelişimining bir qismi imzolanib, bir qismiga kelişelmey muzokara üzülüp ili hayiti qaytib ketdi. General Jang Jujung Chungchungga qaytadigan bo'ldi. Biznimi Chungchungga birga qaytishga da'vat qildi. Mas'ud va Isa apandilar ketmoqchi bo'ldi. Ammo men Turkistonda qilishda ching turdim. General Jang bek oshkora va qat'iy harakatlarda bo'lmasligim sharti bilan qilishimga qo'shildi. General qaytishdan burun Turkistonda kelgusida quriladigan hukumatning tashkiliy va idoriy sistemasi uchun bir qonun loyihasi tayyorlashimni talab qildi. 5 ayning 1 kuni bütün aparatlar bilan birlikda Chungchungga ketdi. Men Ürümchida yolg'iz qolgan mezgilimda meni ko'rinishda bo'lsa-mu az to'la himoya qiladigan hukumat odamlaridan hech kim qolmagan edi. Vali Wu Zhongshin boshliq bütün hukumat xodimlari menga dushman ko'z bilan qaraydi. Bütün harakatlarimni jasuslar marab turadi. Mundaq bo'lish bilan birlikda o'yim ilg'or kishilarning haqiqiy bir yig'ilish o'rniga aylanib qolgan edi. Bu ahvoldan men yoshlarning milliy va siyosiy ideyasini tarbiyalash uchun xeyli keng foydalana oldim. Ko'nglimda o'ylagan milliy tashkilotga a'zo bo'ladigan yoshlarning bir tizimlikini tayyorladim va bularga munosabatlik boshqa ishlarni shap chiqarmay bejirdik. Bu mezgilda Wu Zhongshin valiylikdan elinib Chungchungga ketdi. Shuning bilan menga harakat qilish imkoni bir oz kengaydi. Qadirlik radio anlıqçılar, keşmiş ve ibret sahifimiz muş yerde ahırlaştı. Ko'ngil qo'yib anlap bergininglarga rahmat. Keyin kepti ko'rishayli. Hürmetlik radio anlıqçılar. Bu haftalik programımız muş yerde ahırlaştı. Ko'ngil qo'yib anlap bergininglarga rahmat. Keyin kepti ko'rishayli. Xayr qo'sh.